Yangi Toshkentda 11 sotuvli hovlimiz sotuvda. Ko'rib turganingizdek, kirasizlar, yashaysizlar. Fasad qismi 65 metr atrofida hamma sharoitlarga ega mana shu turgan xonadonimiz sotuvda. Uyimiz chiroyli stilda qurilgan, ko'rib turibsizlar. Juda ham mahallalar keng, katta yo'l bo'yida birinchi liniyada joylashgan xonadonimiz sotuvda. Kelajakda biznes uchun juda ham bir qulaylik joy. Endi hovli qismimizni ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, bu katta darvozaxonamiz bemalol 3 ta 4 ta mashina ketadi. Mana u turgan o'ng tarafdagi uyimizni 3 tani biri podvol, tepada 3 xona alohida joylashgan. Uyimizning tagida sklad uchun joylar ham qilib qo'yilgan hammasi. Ko'rib turganingizdek, ziloniy zona, hovlilarga har xil mevalar ekilgan, har xil daraxtlar, archa daraxtlariga va bu yoqda oshxonamiz va alohida yana bitta alohida xona. Bu tarafda ko'rib turganingizdek, hammomlari hammasi shu yerda joylashgan. Uyimizda konditsioner, video kamera, hamma sharoitlari bor. Mana shu turgan to'g'ridagi uyimizni polniy splashnoy podvol. Ko'rib turganingizdek, juda ham ajoyib, zo'r xonadon. Bu tarafimizda o'sha aytgan boyagi ziloniy zonamiz, ko'rib turibsizlar, chiroyli G-obrazin stilda solingan xonadonimiz. Bu joyda 30 metrdan toza skvajin qilib, zo'r shirin suv chiqadigan qilib sharoitlarni qilib qo'ygan va orqa tarafda orqa eshik bor. Ko'rib turganingizdek, juda ham ajoyib, havolari juda ham zo'r, toza joyda joylashgan. Yonimizda katta anhor suv oqadi, qishin yozin. Anhordan keyin katta trassa. Hozirgi Yangi Toshkentdan o'tayotgan trassamiz yonimizdan o'tib ketadi. Kelajakda birinchi liniya bo'lib qoladigan joy. Bu kunlarga ozgina qoldi, xudo xolasa, inshaalloh. Har bir uy uchun alohida kotelnik qilingan hovlimizning yon tarafidan ko'rinishi. Hozir sizlarga podvol qismlarini ko'rsataman. Boya aytganimdek, uyimizning tek qismi alohida xona-xona qilib qo'yilgan podvol qismlari. Ko'rib turganingizdek, podushkalarga ham e'tibor berasizlar. Hech qanaqa material ayalmagan, juda ham bir chiroyli qilingan. Hattoki patolog qismlariga plastiklar bilan qoplab qo'yilgan. Har bir xonani o'zining eshigi bor, havo aylanish uchun fortishkalar tashlab ketilgan. Darvozaxonadan kirganda chap tarafdagi uyimizning xonalarini ko'rsataman. Pol qismlari polniy pol bilan qoplangan, stiyashka beton emas. Bu kirganimizda o'ng xonadagi, o'ng tarafdagi bitta spalniyamiz. To'g'rida gostinniy joylashgan. Remontlari sveji hali. Uyimizda absolyutno hozir hech kim yashamaydi. Hech kim ham yashamagan ham. Darvozaxonadan kirgandan keyin o'ng tarafdagi xonaga chiqamiz. Bu yoqda bitta kirganimizda bitta katta hol va bu yoqda yana alohida gostinniy joylashgan. Bu tarafda katta spalni, yo bo'lmasam bu joyni ham gostinniy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ayollar va erkaklar uchun. Uyimizning bir qismida uyimizning isitish tizimi va bu yoqda ko'rib turganingizdek hammom joylashgan. Kafillar bilan to'liq qoplanib qo'yilgan. Bu yoqda mana alohida o'zini isitish tizimlari bilan birga, titanlari bilan. To'g'ridagi xonamizning isitish tizimi alohida qilingan. Xullas, har bir uyimizning isitish tizimi alohida. Keraklisini yoqasizlar, kerak emasini o'chirib qo'yasizlar. Bu tarafda alohida yana bitta naves, to'g'rida hojatxona va uyimizning orqasida yana qo'shimcha 2 metrlik joyi ham bor, havo aylanishi uchun. Va alohida oshxonamizga ham e'tibor berasizlar. Kirganimizda polniy pollariga, devorlariga kafil qilib qo'yilgan issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya, vytishkalar bor. Va bu yoqda alohida mana tapchan qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Shu yerda o'zida bemalol komandalarni qilib, bemalol xudo xolasa mazza qilib yashaysizlar. Ataplenalari ekonomishniy, juda ham sifatli qilingan. Bu hovlimiz 11 sotiq, alohida uy tarafiga 6 sotiqqa kadastr qilib qo'yilgan va bog' tarafiga alohida kadastr qilib qo'yilgan. Xudo xolasa, aka-ukalar, bir katta oila uchun juda ham
zo'r xonadon, Yangi Toshkentning qoq sentrida joylashgan xonadonimiz. Narxi bo'yicha opisaniyada yozib qo'yaman. $280,000 so'rashyapti. Mana shu tayyor uyimizga yana o'zingizlar xudo xolasa egalar bilan narxlashib, narx-navolarni kelishib olasizlar. Salomat bo'linglar.